boş orunga bizni jam bo'lishga sharoit hozirlab bergan bizni mush xizmatga muvaffaq qilgan Cenab-ı Allah'a hamd etişirəm. Demek ki bizim boş orunga jam bo'lishimiz nurgun tosalgılağa duş geliş arkalı tosalgılarını yenip ötkendiğin kim varlık yaratkan bir mesele. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Barlık hamd sanalar Allah'a xastır. Biz unga hamd ve istiğfar etimiz. Undan yardım ve hidayet sorayımız. Nefsimizden yamanlıqıdan, emellerimizden yamanlıqıdan, onun özüden panah sorayımız. Allah hidayet kılgan kişine azdırgıcı yoktur. Allah azdırgan kişini hidayetke başlıgıcı yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge, aile azalarga, sahabelerge ve o zatga güzel ahlak bilen ergeşken barlık mümin Müslüman kırındaşlarımızga Allah'ın salamı ve berekatı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah Ya eyyühellezine amenu İttakullaha hakka tuqatih ve la temutunna illa ve entum muslimun de. Ey Allah'ın birlik ve varlıkla iman keltirgen mümin Müslümanlar, Allah'tan korkuşka tegişlik hak bolgan revişte korkunlar, Allah'a layıkıda korkunlar dedi. Sizler fakat mümin Müslüman bolgan hayatta mana bu dünyadan vafat etenler, ötüp ketenler. Yani İslam'a kelgen, iman keltirgen halette mana bu dünyadan Müslüman bolgan halette ötüp ketenler, vafat etenler dedi. Ve Allah Teala yani başka bir sürede mundak dedi. Estaizu billah Ya eyyühellezine amenu İttakullaha ve kulu kavlen sedida yuslih lekum a'malakum ve yaghfir lekum zunubakum ve men yuti'illaha ve rasulahu faqad faza fawzan azima. Ey iman keltirgen müminler, Allah'tan korkunlar ve hak gapni sözdanlar deydi. Hani şu hak gapni kılgan çekinlarda Allah-u Teala sizlerinin işinlerini oңşap koydu. Hamma işinlerini ravan kılıp koydu. İşinlerine baraka azim ata kıldı deydi. Ve şunun bilen birgelikte yaghfir lekum zunubakum. Sizlerinin mana şu hayatı dünyada kılgan günahlarını afu kıldı, juyup taşlaydı deydi. Ve men yuti'illaha ve rasulahu. Kandak bir insan Allah'ta ve onun Resulüge itaat kılıdıken fakat faza fawzan azima dedi. Hakikaten hem o en âli galibini kolga kiritken bunu dedi. Hayatı dünyadaki insanın kolga kirgizilgan en âli galibisi alemlerin perverdigarı bolgan Allah-u Teala'ga itaat kılış ve onun hak kılıp verken Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge itaat kılıştan ibaret. Şunun bilen birgelikte sözlerinin en rastı Allah'ın kitabıdır.
yo'llarning eng yaxshisi payg'ambar alayhisalom ko'rsatgan yo'ldir. Ishlarning eng yomoni yangidan ijod qilingan yangilikdir. Va mana bu yangiliklarning hammasi bid'atdir. Bid'atlarning hammasi zalolatdir, zalolatning hammasi do'zaxdir dedi payg'ambar alayhisalom. Aziz qarindoshlar, mana bu joyda biz hammamiz bir joyga jam bo'lib keldik. Payg'ambar alayhisalomning hadisiga ko'ra, mu'min musulmonlar bir joyga jam bo'lib, ana shu joyda Allah va uning payg'ambarining zikrini qiladigan bo'lsa, ana shu so'ringa malaikalar o'rab turadi dedi. Shuning bilan birgalikda farishtalar ana shu so'rinda hozir bo'lgan insonlarning gunohining kechirilishini so'rab Allohga istig'for aytadi dedi. Elhamdülillah, Allah'a hamd sanalar bo'lsin. Biz ana shu so'rinda mana shu bir haftadan beri dini dardimizni va milliy dardimizni, xalqimizning dardini, dinimizning dardini hamdard bo'lib bir-birimiz bilan iymonlashib, didorlashib turyapmiz. Bugungi men so'zlaydigan tema bo'lsa iymonlashish haqida. Ya'ni payg'ambar alayhisalomning sahobalari bir-birlari bilan uchrashganlarida ular bir-birlari bilan iymonlashyapti. Bir-birlarini haqqa tavsiya qilyapti, bir-birlarini haqqa da'vat qilyapti. Aziz qarindoshlar, nusratimiz yaqindir, sabr qilaylik. Yaqinda g'alabaga erishamiz, sabr qilaylik deb. Shuning uchun bugun biz mana shu tavandagi iymonlashish haqidagi mavzuni 4 bo'limga bo'lib so'zlamoqchiman. Birinchi bo'lim iymonimizni yangilab turish. Ikkinchi bo'lim dilninki qattiqligi va Allohdan qo'rqishning kamayib ketishi haqida to'xtalib o'tamiz. Üçüncü bölüm bo'lsa oqibatimiz qayerga? Ya'ni biz qayerga boramiz? Oqibatimiz nima bo'ladi? Hayoti dunyoda mana shunday o'tib ketaveramiz. O'zimizni hisobga tortmasdan, o'zimizdan sen nima uchun kelding bu dunyoga? Nima ishlarni qilding? Bu dunyoning haqqini ado qila oladingmi, yo'qmi? Boradigan joying qayer bo'ladi? Mana shu oqibatimiz haqida to'xtalib o'tamiz. 4-chi bo'lsa oxirida qachon tavba qilamiz azizlar? Ya'ni mashunda o'tib ketaveramiz yoki tavba qilib haq yo'lga qaytamiz. Birinchi iymonni yangilash. Aziz qarindoshlar, iymon so'z va amaldan tarkib topadi. Iymonni til bilan iqror qilamiz, qalb bilan tasdiqlaymiz. Shuning bilan birgalikda a'zolarimiz bilan uni amal qilamiz. Shuning uchun ham Qur'oni Karimda illallazina amanu va amilus solihat zikr qiladi. Iymon bilan amal birga keladi. Yani biz iman keltirdik deb qo'yib, amaliy harakatimiz bilan u iymonni ijro qilmaydigan bo'lsa, bu qilgan iymonimiz hech narsaga asqatmasligi mumkin. Xuddi Mavdudi o'zining kitobida aytganidek, bir insonning qo'shiq ochib, olmaliq daraxtning ostiga tushib, masalan, ana shu daraxtdan olmini uzib olib yesa, u insonning qo'shiqi to'yishi mumkin. Daraxtning ostida yetib turib, u olmini talab qilsa, u olma uning og'ziga tushmaydi. Va yoki bo'lmasa Imom Mavdudining yana bir so'zi borki, bir insonni xizmatga oldi. U xizmatkor bo'lsa, boshliqning oldiga kelib, xo'jayinning oldiga kelib, siz yaxshisiz, siz andaqsiz, siz mandaqsiz deb hamma atrofida parvona bo'lib maqtaverdi ekan. Ammo u hech qanday
ish qilmaydigan xo'jayinni. Undaqda bu xo'jayinga unda maqtaydigan odamning, ish qilmaydigan odamning nima keragi bor? Xuddi masalan bir inson o'zining dukkaniga ishchi oldi, u ishchi hech qanday ishni qilmadi. Ammo ashu xo'jayinni maqtash bilan kuni o'tsa, bir kun ishlatadi, 2 kun ishlatadi, 1 oy ishlatadi, oxiri u ishchini o'zining yo'liga ravona qilib qo'yadi. Siz demab turing, o'rningizga men boshqa ishchi olay deb. Shunga o'xshab bir inson iymonni keltirib, aqsdan uningki iymoni solih amal bilan birga davom qilmaydigan bo'lsa, bu iymoni ham u insonga foyda bermasligi mumkin. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Huvallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Yani u Alloh taolo mu'minlarning qalblariga sukunatni, sokinlikni, temkinlikni nozil qildi. Nima uchun? Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ularning iymonlariga yanada iymon qo'shilishligi uchun, iymonlari yanada ziyoda bo'lish uchun Alloh taolo ana shu mu'minlarning qalblariga sukunatni ato qilgan zotdir dedi. Ali radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar alayhisalom mundaq dedi: qalb degan bir narsa bor dedi. Uning oy yuzini to'suvchi bulutlarga o'xshash bir bulut bo'ladi dedi. Har qanday bir qalbda uning yuzini to'sib turadigan bulutlarga o'xshagan bir bulut bo'ladi dedi. Oy nur sochib turganda to'satdan u bulut kelib, ana shu oyning yuzini to'sib oladi dedi. Shuning bilan hammaga qop-qorong'i bo'lib ketadi. Ya'ni bulut ketgandan keyin oy yana o'zining nurini chechishga boshlaydi dedi. Yana shuning uchun qalbdan inson har doim xabardor bo'lib turish kerak. Vaqti bilan iymonini yangilab turish kerak. Iymonni yangilash nima bilan bo'ladi? Yana qanday qilib mana shu ketib ketgan qalbni, ya'ni qorayib ketgan qalbni qanday qilib yangilashimiz mumkin? Buni yangilash uchun qalblarni kuchlantiradigan va qalblarni poklab turadigan ba'zi bir amallarni qilishga to'g'ri keladi. Ulardan ba'zi birlarini misol qilib berishimiz mumkin. Masalan, qalblarni kuchlantirish uchun inson Qur'oni Karimni o'qishi mumkin. Qur'oni Karimni o'qish orqali u insonning qalbi yumshaydi, qalbi hidoyatga moyil bo'ladi va shuning bilan birgalikda Allohning rahmatiga erishishi mumkin. Shuning uchun ham Payg'ambar alayhisalom aytganki, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifu harfun va lamu harfun va mimu harfun. Alif lam mim degan mana bu so'z bir harfdan tarkib topgan emas, bir harf demayman dedi Payg'ambar alayhisalom. Alifning o'zi bir harfdir, lamning o'zi bir harfdir, mimning o'zi bir harfdir. Ya'ni buning har bir harfiga Alloh taolo 10 hassidan 700 hassigacha savob beradi aziz qarindoshlar. Shuning uchun mana shu Qur'onni o'qiganimizda qanchalar harflar bor. Mana shu Qur'onni o'qish orqali haqiqiy mu'min musulmonlar qanchalar savobga, Allohning rahmatiga nail bo'ladi. Undan tashqari inson Qur'on o'qish bilan birga Allah'ni zikr qilishi mumkin. Allah'ni zikr qilgan sari o insonning qalbi yumshaydi. Payg'ambar alayhisolamning hadisida insonning tili Allah'ning zikridan xoli bo'lib qolmasin dedi. Ya'ni bu inson Allah'ni zikr qilgan sari o insonning qalbi, o insonning iymoni yangilanib, tozalanib turadi. Shuning bilan birgalikda
olimlarga rahmat qilib avatilgan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge durud ve salavatlar aytib turishi lozim. Chunki Peygamber aleyhisselam'ga aytilgan her bir salavat o insanın günahlarını yuyup o insanın mertebesini yükselişine sebep buluyor. Şunun bilan birgalikda o insan ham o'zining gunohining afv qilishini so'rab istig'for aytib turishi lozim. Qabrlarni ba'zida ziyorat qilib turish kerak. Chunki qabrlarni ziyorat qilish insonga oxiratni eslatadi. Men ham bir kun mushaga kelaman. Ey Alloh, menga ham inson hidoyat bergan, mening ham iymonimni kuchlantirgin deb bu inson Allohdan so'raydi. Oxiratni eslaydi. Şunun bilan birgalikda kasallarni ham yo'qlab turish lozim. Kasallarni yo'qlash orqali bu inson qanchalar savoblarga erishadi va jannat yo'lida mangan bo'ladi dedi. Bir inson bir kasalni Alloh roziligi uchun yo'qlagan bo'lsa, u insonning bosgan qadami jannatning yo'lida mangan bilan boradi. Chunki hadis qudusini hammamiz yaxshi bilamiz. Alloh taolo qiyomatda ey bandam, men kasal bo'ldim, sen meni yo'qlamading deb ana shu bandasiga xitob qilar ekan. Ey Alloh, sen olimlarning parvardigori bo'lsan, sen qanday kasal bo'lasan, seni men qanday qilib yo'qlayman deganlarida faloni bandam kasal bo'lgan edi, qo'shnan, ya'ni tanishing, kasal bo'lganda sen uning holidan xabar olmading. Faloni bandam och-yalang'och qolgan edi, u sening qo'shnan, sen uningdan xabar olmading. Siz qolgan edi deb shunga o'xshagandek mana shu narsalarni Alloh taolo bandasiga aytadi ekan. Mana shu solih amallarni qilish orqali biz ana shu sahobalar mangan yo'lda mangalishimiz mumkin. Ana shu sahobalar erishgan martabaga erishishimiz mumkin. Chunki sahobalarning erishgan martabasi yo'li to'silib qolgan yo'q. Payg'ambar alayhisalom mana bu oxirgi mening sahobalarimning ham iymoni yuksak bo'ladi. Bundan keyin kelgan insonlarning bunday bo'lmaydi degani yo'q. Qanday bir inson solih amallarni qiladi ekan, mayli u erkak bo'lsin va yoki ayol bo'lsin, ana shu ijtihod qilib Allohga kechayu kunduz sahobalar qilgan amal qilganlaridek qiladigan bo'lsa, bu inson ham yuqori martabaga, yuqori maqomga erishishiga shak shubha yo'q. Hammamiz yaxshi bilamiz, sahobalarning o'rni ana hech narsaga qiyoslab bo'lmaydi. Chunki Payg'ambar alayhisalom ashabika nujum dedi. Bi ayyihim iqtadaytum ihtadaytum. Ularning qaysi biriga ergashsanglar hidoyat topsizlar. Lekin biz ham ming qisatdan ulardek bo'lolmaskanmiz deb umidsiz bo'lmasdan qo'limizdan kelganicha solih amallarni qilsak, Alloh taolo shuningga ko'ra hammamizga mana shu mukofotdan berdi. Bu narsalar iymonning kuchayishida ba'zi bir amallardir. Bu hammasi emas. Amallarning hammasi ana shu Qur'oni Karimda bayon qilgan, Payg'ambar alayhisalom hadislarida qoldirgan ana shu narsalarga amal qiladigan bo'lsak, biz yaxshi ish qilgan bo'lamiz. Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar alayhisalom bunday dedi. Agah bo'linglar dedi. Ya'ni bilib qo'yinglar, agah bo'linglar. Jasadda bir parcha go'sht bordir. Agar u yaxshi bo'lsa, jasadning hammasi yaxshi bo'ladi dedi. Agar u buzilsa, jasadning hammasi buziladi dedi. Agah bo'linglarki, u qalbdir dedi. Agar insonning qalbi pok bo'ladigan bo'lsa, insonning qalbi sog'lom bo'ladigan bo'lsa, u inson nihoyatda yaxshi hidoyatda yaxshi yo'lda mangadi. Hammadan burun biz mana shu qalbimizni poklashimiz lozim ekan aziz qarindoshlar. Ikkinchi bo'lim bo'lsa dilning qattiqligi va Allohdan qo'rqishning kamligi. Allah Teala bunday dedi. Estaizu billah. Alam ya'ni lillezina amanu
أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. İman keltirgen zatlar üçündür. Dillere Allah'ın zikrige ve nazil bolgan hak Kur'an'ga mail buluş vakti kelmedi midir? Şunundaki ular için وَلَا يَكُونُ كَلَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ yani bana bu müminler aldığım kitap verilgen kişilerge okşap kalmasın dedi. فَقَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ aldığım kitap verilgen insanlar ne olan? Yani aldığım kitap verilgen insanlar yani Yahudi ve Nasaralar gözde tutuluyor. فَقَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ yani ular bilen ularının peygamberleri arasında bir kança zamanlar ötüp gitti dedi. Yani arada peygamber bulmalığı için فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ularının dilleri kıytıp gitti dedi. وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ yani bana şu Yahudi ve Nasaralarının köpçülüğü fasık insanlardır dedi. Yani Allah'ın taat ibadetinden çıkan insanlardır dedi. Peygamber aleyhisselam bana şu hidayetini alıp geldi. Bana şu hidayetke amel kılış arkalık bizning dillerimiz yumuşaşı mümkün. Ve başka bir ayette yani Allah'tan korkuşunun kendiliğinin birden bir sebebi insanın kalbinin ketip ketişi ve karayıp ketişinin yüzüdendir. Yani köpçülüğümüz Allah'ın kelamı tilavet kılındığında gözümüzden yaş akmaydı. Dilimiz tolkunlanmaydı. Köngümüz yumuşamaydı. Vücudumuz titrek basmaydı. Vahalenki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah innemel mu'minûnellezîne izâ zukirallâhe innemel Bismillahirrahmanirrahim. Başını neydi? İnnemel mu'minûnellezîne izâ zukirallâhu vecilet kulûbuhum ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmân dedi. Yani hakiki müminlerin sıfatını bayan kılıp Allah-u Teala o müminler şundak insanlar ki ularga Allah'ını esletilgende ularının kalpleri korkup gitti, tevrep gitti, titrep gitti dedi. Ve şunun bilen birgelikte ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmân. Allah'ın ayetleri ularga tilavet kılıp verilgende, okup verilgende ularının imanları iman koşuladı dedi. Hazırki dünyada bazı bir nakşlarını okusa, bazı bir nimelerini okusa, vay andak yaxşikin deb chavaklarni chalib, bazı yig'lab, mo'nliq nakşiken, uken, buken deb ketadi. Ammo Allohning kitobi Qur'oni Karim tilovat qilinayotganda parvo qilmaydi. Bu bakmi cho'ng musibatdir aziz qarindoshlar. Shuning bilan birgalikda Alloh taolo innama yaxshallaha min ibadihil ulama dedi. Hakikaten hem bendeler arasında Allah'tan en çok korkuduğun kişiler Allah'ın bilimlik, ilimlik bendeleridir. Yani ilim var, kök dana insanlar Allah'tan da korkudur. Hemimiz yaxşı bilimiz Allah'ın en yaxşı tanıdığın zat şek şüphesiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Şunun için Peygamber aleyhisselam aytdiken ki Allah bilen kasem ki elbette ben sizlerinin aranlarda Allah'tan en çok korkuduğunu memmen deydi Peygamber aleyhisselam. Peygamber aleyhisselam namaz okuvatkanlarda mana şu köksüden kazan kaynagandek bir avaz çıkarttı, jig'inin avazı çıkarttı.
vaholanki payg'ambar alayhissalomninki oldingi va keyingi gunohlari afv qilingan edi. Kechgacha taat ibodat qilganlarida sahobalar ya Rasululloh sizning oldingi va keyingi gunohlaringiz afv qilgan tursa, mana shunchalik ibodatni qilib, o'zingizni qiynaysiz deb so'raganlarida afala akunu abdan shakura dedi. Yana Alloh taolo mana shunchalik marhamat ko'rsatgan bo'lsa, men ana shu marhamat ko'rsatgan zotga shukr ado qilmaymanmi degan payg'ambar alayhisalom. Yana payg'ambar Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhisalom bunday dedi. Allohga qasamki dedi. Men bilgan narsani sizlar bilganinglarda ko'p yil kam kulib, ko'p yig'lagan bo'lardinglar dedi. Afsuski biz payg'ambar alayhisalom ana shu bilgan narsalarni biz bilmaymiz. Ümmetninki Faruqi bo'lmish Alloh taolo haqni uning tili bilan joriy qilgan Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu o'lim ko'psida yotganda bir yosh yigit huzuriga kelib, "Xursand bo'ling ey Amirul Mu'minin. Allah sizga xush xabar berdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga sahoba bo'ldingiz. İslamga muqaddam, ya'ni birinchilardan bo'lib kirganlardan bo'ldingiz. Shuning bilan birgalikda xalifa bo'lib adolatlik boshqurdingiz. Mana endi shahidlik nasib bo'lib turibdi sizga. Mana bu shahidlik sizga nasib bo'lib turibdi." deganlarda Umar radhiyallohu anhu qaniydi shuning o'zi Allohning azobidan qutulishimga kifoya qilgan bo'lsa degan ekan. Yana ummati islomiyaga hammamiz bilamiz, Umar radhiyallohu anhuning va boshqa sahobalarning qo'shgan hissasi nihoyatda ko'p. Shunda turliq ham ular bir lahza toat ibodatdan uzoqlashmagan. Bir lahza Allohning zikridan g'aflatda qolmagan. Abdullah ibn Amir ibn Rabi'a rivoyat qildiki, men Umar radhiyallohu anhuning yerdan bir dona samanni elib, kashki mana shu samonga aylanib qolsam, kashki hech narsa bo'lmasam, kashki onam meni tug'magan bo'lsa deganligini o'z ko'zim bilan ko'rgan edim dedi. Mana shunda qeshigan. Va Sufyan Savri o'lim ko'psida yotganda huzuriga Hammad ibn Salama kelib, "Xursand bo'ling ey Abu Abdullah, siz o'zingiz arzu qilgan narsaga yuzlanmoqdasiz" dedi. Alloh rahimlilarning rahimlisidir deganda Sufyan rahimahulloh yig'lab, "Alloh nomini o'rtaga qo'yib so'rayman ey Hammad, siz menga o'xshagan odamni do'zaxdan najot topadi deb o'ylamsiz" degan ekan. Sufyan Savrining nomini hammamiz yaxshi bilamiz. Hammamiz olimlar. İmam Shafiy rahmatulloh alayhim o'lim to'shigida yotganida İmam Muzani kelib, "Qanday tong ottirdingiz ey imom" deb so'ragan ekan. İmam Shafiy bo'lsa dunyodan ketadigan, do'st yorlardan ayriladigan, amallari ro'baro bo'ladigan, o'lim sharbatini tetadigan va Parvardigorga yo'liqchi bo'lgan holda tong ottirdim degan ekan. Keyin yig'lab, "Ey Muzani, Allohga qasamki, ruhim jannatga borishini bilmayman. Uni qutlaydisan" dedi. Ruhimning jannatga borishini qutlayman, jannatga borishini bilmayman, uni qutlay, muborakbod etaydisan dedi. Yoki do'zaxga borishini bilmayman, uningga bir ta'ziya bildiraydisan dedi. Mana shu ikki orliqda qoldim dedi. Jannatga borishni ham bilmayman, do'zaxga borishimni ham bilmayman. İmam Shafiy deb zot. Siz bizlar qaysi holatda yashayapmiz? Parvoyimiz balak,
xotirjam 60 yil, 70 yil umr ko'ramiz, o qilamiz, bu qilamiz degan orzular bilan hech bir narsani o'ylamagan, g'am qayg'udan xoli, beg'am holatda yashayapmiz. Malik ibn Dinar ham namoz o'qib soqollarini changallab yig'lab turib, kimdir jannatga, kimdir do'zaxga borishi mumkin. Ammo Malik ibn Dinarning manzili bu ikki manzildan qaysi biri bo'lishi mumkin? Qaysi biri bo'larkan deb yig'lar ekan. Malik ibn Dinar. Allah hammamizni mana shu yuqoridagi sahobalarga o'xshagandek, tabiinlarga o'xshagandek, tabiiy tabiinlarga o'xshagandek Allohning roziligiga erishgan bandalardan qilsin. Takbir! Uchinchi vaqtlar bo'lsa nima qilmayman, ishki mavzu bormi? Ya başlasılar anlayınız. Üçüncü akıbetimiz kaç tarafga? To'xtaymi? Yok. Tamam. Akıbetimiz qaysi tarafga? Mana shu hayoti dunyoda o'tganimizdan keyin bizning akıbetimiz nima bo'ladi? Boradigan joyimiz qayer bo'ladi? Mana shu haqda har qanday bir inson Xudo salom qarim aytganidek Umar radhiyallohu anhuning so'zini hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Yana sizlar Allohning huzurida hisob berishdan bo'lib o'zinglar hisob qilinglar degan. Mana shunda o'zimiz bilan o'zimiz hisob qilib mangadigan chalsak, mangadigan bo'lsak, bizning oqibatimiz xayrli bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhisalom bunday dedi. Yana sizlar bu yiqayotgan o't do'zax o'tining 70 dan biriga tangdir dedi. Shunda Allah Payg'ambar alayhisalomning so'rinda o'tirgan sahobalar Allohga qasamki, bir bo'ligi ham bizga yetarli. Mana shu o't do'zaxning 70 dan biriga bo'lsa ham, mana shuning o'zi yetarli ya Rasululloh degan ekan. Do'zaxdan saqlanish har bir mu'min musulmon banda orzu qiladi, do'zaxga kirmasin deb. Chunki do'zaxningki tamoqi o'tdan, do'zaxda ichadigan suv o'tdan va do'zaxda kiyadigan kiyim-kechak o'tdandir. Va do'zaxga kirgan insonning yemagi zaqqum, g'islin va zari'dan iboratdir. Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq degan ekan, agar zaqqumning bir tomchisi yer yuziga tinib ketsa edi, butun dunyo ahlining hayoti buzilib ketgan bo'ladi dedi. Zaqqumninki, do'zaxdagi zaqqumning bir tomchisi dunyoga tinib ketib qolgan bo'lsa, dunyoning tanqinligi buzilib ketadi ekan. Mana shunda do'zaxga kirib qolgan insonning hayoti nima bo'lmoqchi unda? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in Gâşiye suresinde mundaq deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Hal atake hadisul gâşiye vucuhun yevmeizin khâşi'e amiletun nasibe tesla nâren hâmiye tusqa min aynin âniye leyse lehum ta'amun illa min dari' la yusminu ve la yughni min cu'. Yana senga g'ashiya, yana o'rab olguvchi degan ma'noni bildirdi. Bu yerda qiyomatning ismlaridan biridir. Yana ey Muhammad alayhisalom, sizga qiyomatning xabari keldimi? Vujuhun yawma izin khashi'a. U kunda qanchiligan insonlar borki, ularning dillari
bo'yonlari, yuzlari yerga sangilab qolgan. Beshini ko'tarishga jur'at qilolmaydi. Amilatun nasiba. Ular yomon amal qilganliklari uchun, mashaqqatli ishlarni qilganliklari uchun do'zaxda xorlanadi deydi. Tasla naran hamiya. Ular do'zaxga kiradi. Tusqa min aynin aniya. Qaynab turgan do'zaxning qaynab turgan suvlar bilan sug'uriladi deydi. Laysa lahum ta'amun illa min dari'. Ularga mana shu qorni ochganda, qo'saqlari ochganda dari' degan, ya'ni bu nihoyatimi badbo'y, ses turadigan tikanlik o'tdan iborat. Mana shu narsani yeydi deydi. Mana shu narsani yeganda ularning uchay bog'lari pach-pach bo'lib ketadi. Mana bu narsani yegan bilan bu narsa la yusminu va la yughni min ju'. Bu narsa ularni semirtmaydi yoki ularning qo'sqidagi ochliqni ketkizmaydi dedi. Yana aziz qarindoshlar, bu do'zax sizni biz o'ylagandek oddiy narsa emas bu. Bu bir qismi, bunga o'xshagan oyatlar nihoyatda ko'p. Shuning uchun bu narsalar haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Sahih Muslim'da Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhisalom mundaq degan ekan. Musa alayhisalom Robbilaridan va Alloh taoladan jannatning eng to'lan o'rni kimga beriladi? Ey Alloh deb so'raganlarda Alloh taolo jannat ahli jannatga kirgach kirgach bir kishi keladi. Yana jannat ahlini jannatga kirgizib bo'lgandan keyin oxirida, yana bu do'zaxdan oxirida chiqqan inson bo'lsa kerak, ana shu inson keladi ekan. Yana unga jannatga kir deganlarda u inson ey Robbim, qanday kiraman? Oxir insonlarning hammasi jannatga o'zlarining o'rinlarini egallab qoldi. Yana menga jannatda joy qolmagan bo'lsa kerak. Deganlarida unga Alloh taolo dunyo podsholining mulkicha mulk senga seniki bo'lsa rozimisan dedi. Dunyo podshosining egalligi mulkchilik mulk sana bo'lsa rozimisan deganlarida u roziman Parvardigorim dedi ekan. Alloh taolo yana unga mana shu va ashunga o'xshagan, shunga o'xshagan, ashuncha seniki bo'lsa, yana shunga 5 barobar bo'lganda rozimisan deganda bu Alloh u inson roziman dedi. Shunda Musa alayhisalom ey Alloh undaqda jannat ahliga berilgan, yana jannat ahlidan eng yuqori martaba kimga beradi? Ularningki makoni, o'rni qanday deb Alloh taoladan so'raganlarida Alloh taolo shundaq zotlarga beriladiki, ularni men o'zim tanlab oldim dedi. Ularning karomatlarini o'z qo'lim bilan tikdim dedi. Uningga o'zim muhr qo'ydim dedi Alloh. Bu ne'matlarni ko'z ko'rmagan, quloq anglamagan va insonlarning ko'ngli, xayol ham qilib boqmagan narsa dedi. Yana biz nima qiladigan bo'lsak, mana shundaq Allohning rahmatiga, nozi ne'matiga erishishimiz oxirida bo'lsa, insonlar mana shu nundan keyin ham insonlar Qur'onning boshqa bir oyatida Alloh taolo vujuhun yawma idin nadira dedi. Yana o kunda parlaq yuzlik insonlar bor dedi. Ila robbiha nadira. Ular o'zining Parvardigoriga qarab turadi dedi. Yana oxirida Alloh taolo o insonlarga o'zining jamolini ko'rsatdi. Bu esa buning bilan hamma jannat ahli Allohning jamolini ko'rish bilan birga jannatdagi barliq noz-ne'matlarni unutib qo'yib
esidan chiqarib qo'yadigan holatda, ya'ni Allohning jamolini ko'rishdan bakmi yo'g'on hech qanday bir narsa bo'lmaydi. Alloh nasib qilsa keyingi nimizda davom qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا